Assalomu alaykum. Granger ATG 300 avtomobilimiz. Granger minaman degan akalarimizga mana Grangerda tiniq holatdagisi 2013-yil 110 ming kilometr yurgan. Unaqa ko'p ham yurmagan mashina. Yoqilg'i benzin. Mashinamiz o'ta ideal holatda. Balon holatlari ham normalniy holatda. Urilgan, qirilgan joylari yo'q. Bitta oldi chap tomon krilo almashgan. Chap tomon kriloda almashgan xolos, bitta shu joyi almashgan. Mashinamiz kraska teggan joylari boshqa joylari yo'q. Eshik 5 kulchoy dastur. Salon o'ta keng. Grangerda bo'ladigan akalarimiz juda yaxshi bo'ladi. 7.600.000 won, 5.200 dollarga to'g'ri keladi. Sport rejim, eco rejim mavjud. CD abzul avariyalar bor. Rul CD, monitor mavjud, start stop, black box, high pace, panorama tom. Mashinamiz o'ta keng holatda. Orqa saloni ham ko'pchilik biladi, keng. Orqa signallari ham isitadi. Multimedia boshqargan ishamiz. Mashinamiz orqasida pardalarigacha bor ekan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ekspertga ham ketadi. Bunday rastamashasi ko'proq chiqadi lekin. Plus AUX hamma narsani o'qiydi. Mashina ideal holatda.